Ko'pchilik Xarita AI'ni kurs platformasi deb tushundi. Kelinglar qisqacha bu videoda sizlar bilan o'zi bu platforma nima va sizga nima berishini gaplashib o'tamiz. Xarita AI bekorga bu nom berilmagan, ya'ni roadmapdan olingan. Ya'ni roadmap o'zi nima? Roadmap bu sizlarga qaysidir mavzuni o'rganayotganingizda nimalarni bilish kerak, nimalar bo'lish kerak, shu kabi yo'l xaritani chizib beradi. Aynan shu yo'l xarita bo'lganligi uchun ham biz platformani Xarita AI deb nomlaganmiz. Endi kelinglar Xarita AI platformasini birgalikda to'liq ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizda platformaga kirish uchun xarita.ai saytiga kirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Google ga xarita.ai deb yozasizlar va shu platforma ochiladi. Bu yerda nimalar bor? Masalan, birinchi bo'lib biz kelinglar talablardan boshlaymiz. Ko'rib turganingizda bizda 3 ta talab bor. Birinchisi ingliz tili. Ya'ni ingliz tili nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, AI dan to'g'ri samarali foydalanish uchun ingliz tilini bilish yaxshi hisoblanadi. Deylik, siz ingliz tilini bilmaysiz, platforma orqali buni qanaqa yo'llari borligini ham ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Buni batafsilroq keyingi videolarda tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi talabimiz bizda o'rganishda bir nechta manbalardan parallel o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni sizga roadmap, boya eslatib o'tganimdek, xarita tuzib berdi. Ya'ni xaritani siz mavzusini olib bir nechta resurslardan bir vaqtning o'zida parallel o'rganishingiz yaxshiroq natijaga erishishingizga yordam beradi. Uchinchi talabimiz o'rganishda o'rgatish. Ya'ni nimadir mavzu o'rganganingizda uni do'stinglar bilan yoki boshqalar bilan ulashishga harakat qilinglar. Shunda sizlarni biliminglar, ko'nikmanglar yaxshiroq mustahkamlanib boraveradi. Ya'ni u maqola bo'lishi mumkin, video ko'rinishida bo'lishi mumkin, turli xil formatda o'zingizga mos keladigan formatda biliminglarni ulashinglar. Shunda yaxshiroq o'rganasizlar. Keyingi qismiga o'tamiz. Ya'ni qo'llanma bor, saytdan to'g'ri foydalanish bo'yicha qo'llanma bor. Biz nimani tavsiya etamiz? Platformadan foydalanganingizda qurilmanglar kompyuter, notebook bo'lishini tavsiya etamiz. Sababi ko'p dizaynlar kompyuterga moslashtirilgan yoki dasturlar kompyuterga moslashtirilgan, shu sababli kompyuter tavsiya etiladi. Lekin mobil qurilmalarda ham ishlaydi. Bemalol foydalanib ko'rib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi misol uchun deylik, mana ko'rib turganingizda qo'llanmada bosqichma-bosqich qaysi etaplari bor, nimalarga kirish kerak va hokazo shular batafsil yoritib borilgan. Endi sizlarda platformani yanada yaxshiroq rivojlanish uchun yoki yaxshiroq kontent bilan to'ldirish uchun qanaqadir hissa qo'shmoqchi bo'lsanglar, contribution bo'limiga o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni kanalga bog'lanib, o'zingizlarning fikringlar, izohinglarni qoldirib ketsanglar bo'ladi. Va asosiysi, eng asosiysi bizda o'qishni boshlash degan joyi bor. Ya'ni o'qishni boshlash degan joyga kirsanglar, sizlarda bo'limlari bor. Bu bo'limlarni keyingi videoda batafsil yoritib beramiz. Yana bitta muhim xabar. Oldingi videomizda aytib o'tganimizdek, Xarita AI platformasi bu community loyiha, ya'ni bepulga to'g'ri yo'l xaritasini tuzib beruvchi platforma hisoblanadi. Agar siz zamonaviy kasb egasi bo'lib, o'z bilim va tajribalaringizni boshqalar bilan bepul ulashmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havolaga murojaat qiling. Communityni birgalikda rivojlantiramiz.